Shundan 7-sini o'qiyotgandik. Insonni his-tuyg'ularini ishdan chiqaradi ishq. Birinchi ko'rinishi ma'naviy his-tuyg'ularni ishdan chiqaradi. Masalan, odamni xayol parishon qilib, eshitgan gapini eshitmaydigandek qilib, ko'rgan narsasini ko'rmaydigandek qilib, haq bilan botilni ajrata olmaydigan qilib odamni qalbini ko'r qilib qo'yadi. Odam yaxshi ko'rgan odamning ayblarini ko'rmay qo'yadi. Bu bir o'rinda foyda bo'lsa-da, lekin aksar o'rinda zaif, zarar bu. Masalan, erkak odam xotinining ayblarini ko'rmasligiga yaxshi ko'rsa, bu yaxshi, lekin agar uylanmoqchi bo'lgan odamini, ayolini ayblarini ko'rmayotgan bo'lsa, bu yomon-da. Lekin aksi bo'lsa ham. Xullas, birinchisi ana shunaqa dedik. Insonni, ya'ni ma'naviy ko'r qiladi odamni, muhabbat. Keyingisi insonni haqiqiy ko'r qiladi. Haqiqatda jismiga o'zi zarar beradi. Ishq, ya'ni haddan oshiq darajada bir odamni yaxshi ko'rish odamga shunaqa zarar beradi. Masalan, endi yomon demaymiz Yaqub alayhisalomnikini, lekin misol Yusufga yig'lab ko'zlari ko'r bo'lib qoldimi? Va biyaddat aynahu minal huzni degan. Mahzunlikdan ko'zi ko'r bo'lib qoldi Yaqub alayhisalomni. O'ta qattiq yaxshi ko'rib o'rganlaridan-da bu. Demak, haddan oshiq darajada yaxshi ko'rish odamning haqiqatda zohiriy jismiga ham mana zarar bo'ladi. Badanni kasal qilib charchatadi, deyapti. Gohida badanni talofatiga olib kelishi mumkin. Ya'ni odam o'ladi ham kerak bo'lsa. Charchab, yemay, ichmay qo'yadi-ku haligi sevgan odam. O'ladi kim bir kun, deyapti. Mana ishq o'ldirgan odamlarning xabarlaridan ma'lum bu. Shunaqa odamlar bo'lgan tarixda, ya'ni ishq uni o'ldirgan. Mana Ibn Abbos radhiyallohu anhu Arafat tog'ida turganlarida hajda bir yigit olib kelingan ekan oldilariga. Ozib to'zib ketgan haligi bolacha. Suyagi chiqib qolgan, go'sht yo'q badanda. Shunda nima bu ahvoli, bu ahvol deganlar? Nima balo bo'lgan bunga, ya'ni? Odamlar aytgan ekanki, ha, ishq borda, bunda ishq bor. Ya'ni sevib qolgan bu. Shunda Ibn Abbos radhiyallohu anhu shu Arafat tog'ida haj kunida mana qarang. Shu kun bo'yi kechgacha Arafatdan tushguncha ishqdan panoh so'ragan ekanlar. Allohim o'zing ishqdan panoh ber deb. Allohim o'zing ishqdan panoh ber. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa ishq deganlarda, nauzubillah bunaqa ishqdan deb Arafadan tushguncha panoh so'rab o'tirgan ekanlar. Rostdan-da, masalan, haligi qiltillab yurgan o'g'il bolalar qarasangiz yoki qiz bolalar hech semirmaydi, ovqat yemaydi, ichmaydi. Uylanadi yoki yerga tegadi, yaltillab keyin ranglari o'zgarib qarasangiz semirib, badanlariga it olib birdaniga o'zgarib ketadi. Nimadan bu? Ha, endi to'g'ri, inson masalan erkak ayol ko'rgandan keyin, ayol kishi er ko'rgandan keyin semiradi, tabiiy bu. Lekin aksar sababi u o'sha bo'ydoqligida ishqi tushib, unga bunga o'zini o'zi yeb yurgan bo'lgan u. Mana hozir Ibn Abbos tog'iga olib kelingan yigitga o'xshab kasal bo'lib yurgan u. Ovqat yemaydi rostdan ham, oshiq odam. Ichmaydi ham, yuraveradi, uxlamaydi ham, o'zini o'zi charchatib tashlaydi badanini keyin, deyapman. Xullas, mana bu zohiriy zarari insonga. Borib o'lib qolishi ham mumkin. Yurak siqilib bir narsa bo'lib o'lib ham qoladi-ku, o'zini o'ldirib qo'yadi. Endi 8-zarari ishqni. Ishq, biz avval darslarda aytganimizdek, muhabbatda haddan oshish dedik. Ma'shuq oshiqni qalbiga ustun bo'lib olishi. Shunday darajadaki uni xayol qilishdan hattoki bo'shay olmay qoladi. Ya'ni doim xayollarimdasan deydi-yu. Shuda mana xayol qilishdan bo'shay olmaydi, deyapti. Uni zikridan, u haqida fikr qilishdan bo'shay olmay qoladi, o'zini tiya olmay qoladi. Xayolidan va zehnidan hech qachon g'oyib bo'lmaydi u. Miyasini uni egallab olgan. Ana bu paytda nafsni ham hayvoniy, ham nafsoniy quvvatlarni ishlatishlikdan mashg'ul qiladi bu. Ya'ni nafs o'zi boshqara olmay qoladi demoqchi. Hayvoniy va nafsoniy tuyg'ularni odam ishlata olmay, ya'ni boshqara olmay qoladi. Va bu kuchlar insonda unga shikast yetadi, ya'ni buziladi. Bu buzilgandan keyin esa insonga badaniga ham, ruhiga ham ofatlar kela boshlaydi. Ya'ni yuqoridagidek zararlar kela boshlaydi. Uni keyin davolash qiyin bo'lib ketadi. Va insonning fe'llari ham o'zgara boshlaydi. Ya'ni yurish turishi ham bejo bo'la boshlaydi. Sifatlari o'zgara boshlaydi odamni. Yani xulqi o'zgaradi masalan, deyapti. Maqsadlari o'zgara boshlaydi. Ya'ni hayotda oldiga qo'ygan maqsadlari bo'ladi-ku hammani.
ishqqa mubtalo bo'lgandan keyin qarasangiz shunday boshqachaga qarab keta boshlaydi. Hali katta bir o'qimishli odam bo'laman, keyin katta ishlarni qilaman deb yurgan bir yigit yoki bir qiz ishq kasaliga mubtalo bo'lib qolsa, ko'rasizki, shunday oldiga qo'ygan maqsadi o'zgarib, ish fikri endi o'shanga erishib bo'lib qoladi. Katta oldiga qo'ygan katta maqsadlar. Hamma narsaga shunday qilib putur yetadi. Odamzod buni islohidan ojiz keyin. Ya'ni Alloh yordam bermasa deyapti, hech kim buni sizga keyin tuzatib bera olmaydi. Mana aytilgan ekan arablarda al-hubbu awwalu ma yakunu lajajatun ta'ti bihi wa tasuquhu al-aqtaru hatta idha khadha al-fata lujaj al-hawa ja'at umurun la tutaqu kibaru. Muhabbat avval boshlanishligida bir kichkinagina to'lqinchadek bo'lib boshlanadi. Keladi, shunday uni taqdirlar sizga olib keladi. Ya'ni haligi o'zimizda ham tasodifan sevib qoldi deydi-yu, shu narsani targ'ibot, tashviqot qilib filmlarda ko'rsatiladi. Bunday ketayotganda ikkalasi bir-biriga turtilib ketadi, shundan keyin bunday qaraydi-da sevib qoladi bir-birini. Qo'ldan bir narsasi tushib ketadi, bunday olib beradi-da, shundan keyin bir-birini sevib qoladi. Rostdan shunaqa deyapti-da, muhabbat ana shunaqa bir kichkinagina to'lqincha bo'lib boshlanadi. Taqdirlar uni olib keladi yetalab senga deyapti. Keyin yigit kishi unga sho'ng'igandan keyin havoyi nafs to'lqinlariga shunday ishlar keladiki, katta ishlar, toqat qilib bo'lmaydigan ishlar keladi keyin deyapti. Xuddi haligi dengizdagi to'lqinga o'xshaydi-da bu ham. Kichkinagina to'lqincha keladi, kichkina to'lqin bir oldiga chiqay shu dengizda to'lqinning oldiga deysiz. Shunday tortadi-da, orqaga qaratib sizni to'lqin dengizni ichiga olib kirib ketadi, keyin o'zingizni tutib olmay qolasiz. Orqadan bitta katta to'lqin keladi, ustingizdan bir bosadi, yotdingiz shu bilan dengizdagi cho'kib ketasiz. To'lqin shunaqa aldovchi narsa-yu, dengizni shuning uchun ham xoin deyiladi. Dengizni xoin deyiladi. Sababi aldaydi odamni. Kichkinagina to'lqin kelyapti, o'ylaysiz, shunday keladi-da, oyog'ingizdan tortib olib kirib ketadi dengiz ichiga. Muhabbat ham ana shunaqa narsa deyapti. Senga kichkinagina bir to'lqinchadek bo'lib keladi-da, bitta qilay deysanda, gaplashasan, yaxshi ko'rishasan deyapti. Shunday qarasang, keyin haligi oyoq osmondan bo'lib yotgan odamga o'xshab dengiz ichida, mana odam ham shunaqa qilib ishqning ichiga kirib qolgan, endi toqati yetmaydigan ishlarga mubtalo bo'lgan bo'ladi. Qutula olmaydi, erishay desa erisha olmaydi. Ana shunaqa katta muammolarga giribdor bo'lib qoladi. Ishqning boshlanishi oson va shirin. Yoqimli, haligidaqangi kadrlar aytganimizdek, bunday turtilib ketib bir-birini yaxshi ko'rib qolish yoki keyin mana bir-biriga shunday bir qarab yaxshi ko'rib qolish, bir qarashda yaxshi ko'rib qoldim deb boshlanishi chiroyli deyapti, ya'ni shirin. Shu uchun hamda kinolar qilib uni tashviqot qilib yotishibdi mana. Lekin o'rtasi g'am deyapti. Va qalb mashg'uloti va kasalligidir. Endi oxiri bo'lsa halokat va qatldir deyapti. Haligi kinolarda o'sha joyini ko'rsatmaydi-da, oxirini. Eng yomon joyi o'sha-da, yomon bo'ladi keyin oxirida u. O'rtadagi holatlarni ko'rsatadi, u ham odamga shirin ko'rinadi. Nima edi mana o'rtadagi holatlar, og'rib yurish, qalbi o'sha bilan mashg'ul bo'lib yurishligi qiziqdek ko'rinadi u. Lekin buni qiziqligi haligidagi qiziqda. Bir bolacha qo'liga chumchuqni ushlab suvga bosyapti, suvdan olib yostiqqa bosyapti, qiziq bo'lyapti bolachaga, to'g'rimi? Lekin men yerda bechora qush o'lyapti u. Muhabbat ham shunaqa narsa. Senga qiziqdek ko'rinaveradi deyapti. Lekin o'lyapti, odam qalbi o'ladi unda, azob. Oxir haqiqatda o'zi xatar va qatl deyapti. Kimni qatl qiladi desangiz, qanchasi o'zini o'zi qatl qilib qo'yapti birinchidan. Oshiq, mashqlar. Shunga tegmasam o'lganim yaxshi deb masalan. Chunki uylanmasam bundan ko'ra o'lganim yaxshi deb o'zini o'zi qatl qilib qo'yapti. Qanchasi borki, ma'shuqasi boshqaga tegib ketsa, borib uni erini ham o'sha ma'shuqasini ham qatl qilib kelyapti, to'g'rimi? Qanchasi shunaqa qilyapti mana. Yurib ketsa yoki boshqasi bilan uni ma'shuqasi yoki qiz bola bo'lsa, uni yoqtirgan yigiti boshqasi bilan yurib ketsa, ikkalasini ham o'ldirib kelyapti bo'lib. Bu bor, hech kim uni inkor qilmaydi. Ishqning oxiri ana shunaqa, qatl, halokat. Agar Allohdan bir inoyat inson to'xtatib qolmasa, oxirani shunga boradi. Ya'ni Allohdan bir e'tibor, Alloh o'zi bir bandaga, bechoraga bir e'tibor qaratib to'xtatib qolmasa, o'zi bir nimadir qilib Alloh oxiri ana shunaqangi yomon darajagacha boradi. O'ldirish, sharmandalik. Qanchasini o'zini ota-onasi o'ldirib qo'yadi, to'g'rimi? O'zim o'ldiraman deb haligi qizni o'ldirib tashlaydi. Agar birov bilan yurib qo'yganini bilib qolsa ota-onalar masalan, rashki kelib, akalar qanchasi singlisini o'ldirib tashlaydi masalan, rashki kelgandan. Oxirani shunaqa deyapti, ishqning oxiri. Qatl u. Mana arablar aytar ekan,
Va ish xoliyan fil hubbu awwaluhu ana va awsatuhu saqamun va akhiruhu qatlu. Sen yaxshisi bo'sh yasha deyapti. Ya'ni haligi hamma bir juft bo'lgan bo'lsa, sen havasing kelmasin bunaqangi oshiq mashq bo'lganlarga. Sen xoli yashaver, tinchgina yashagan ana shu o'zi eng yaxshi yashash. Tinchgina yashash, xoli yasha. Muhabbatni chunki avvali mashaqqat, o'rtasi kasallik, oxiri esa qatldir. Rostdan shunday mana. Yana boshqa bir arablarda shoir aytgan ekan. Tavalla bil ishqi hatta ashiq, falamma istaqalla bihi lam yutiq. Ra'a lujjatan dannaha mawjatan, falamma tamakkana minha g'ariq. Ishqqa mubtalo bo'ldida oshiq bo'lib qoldi. Ishqqa qiziqdida oshiq bo'lib qoldi. Ya'ni haligi kinolar ko'rgandan keyin sevilgisi kelib qoladi-yu. Yigit qizni, to'g'rimi? Ana shu ishqqa qiziqib oshiq bo'lib qolish jarayoni. Shuni bizga mana kinolar o'rgatadi hozir hayotda. Qiziqtiradi ishqni, ya'ni yaxshi ko'rib yurishlikni, sevishib yurishlikni. Nima qiladi uni ko'rgandan keyin? Yigit kishi bo'lsa sevgisi keladi. Qiz bola bo'lsa sevilgisi keladi. Ishqqa qiziqadi deyapti, oshiq bo'ladi deyapti. Keyin uni egallab olgandan keyin toqat yetmaydi deyapti. Ya'ni ishq uni egallab oladi, yelkasiga chiqib oladi ishq. Ya'ni oshiq mashq bo'lib yaxshi ko'rib qolishadi, keyin toqat yetmay uf deb yonib ketaveradi o'ziga o'zi. Kichkinagina to'lqinchani ko'rib bu bir kichkina to'lqincha ekan deb o'ylagan, lekin u to'lqin unga imkon topgandan keyin yoki u to'lqinning ichiga kirgandan keyin g'arq bo'lib o'lgan deyapti. Yuqorida aytganimizdek, dengizda turgan paytingizda kichkinagina to'lqincha kelgandek bo'ladi, o'zida otib olasiz, shunday tortib ketadi, ustidan katta bittasi keladi-da, keyin g'arq qiladi. Bu ham shunga o'xshaydi mana. Demak, gunoh uni o'zidan. U o'ziga o'zi jinoyat qildi deyapti. Ya'ni haligi aytganimizdek, men aldanib qoldim deydi-yu hozir odamlar. Shu biz takror aytyapmiz, odam aldanib qolmaydi. O'zidan odamni. Qanaqa qilib aldanib qoladi? Masalan, bitta qiz aldanib qoldim men palonchaga tiyib deydi. Sen nima qildi u yigit? Dadangni qo'ynidan o'g'irlab ketdimi? Aldanib qolasan. Yo'q, seni yo'ldan urdi, sen yo'ldan urilding. O'zingga o'zing jinoyat qilding. Kim aytdi senga shunaqangi tanimagan odam menga o'zingni ishonib topshir deb? Kim senga aytdi shu narsani? Sen aldanmading, o'zing aldading sen. Boshidan ma'lum edi nima bo'lishligi buni oxirini, ya'ni. Yoki yigit kishilar shunaqa deydi, aldanib qoldim deydi. Nima aldanib qoladi u? Aldanib qolmagan, o'zini o'zi aldab, aybini ko'rmaslikka olib, kim qayerdan bitta xotin topgan u. Keyin haqiqati fosh bo'lgan u xotinni aldanmadi u, boshidan o'zini o'zi aldadi bu odam. Mana arablarda bir maqol bor ekan, yadaka awkata va fuka nafakh. Qo'ling boyladi va og'zing pufladi. Ya'ni o'zingdan. Bu zarbul masalni kelib chiqishligini sababi bir odam bo'lgan ekan deyiladi. Bir terini optida, terini hamma yog'ini mahkam bog'labdi. Tikibdi ya'ni. Haligi gaz balon tarzida yoki masalan shunga o'xshagan bir balon tarzida terini aylantirib tikib chiqqan. Keyin haligini ichiga puflabdi. Puflab ichiga havo to'ldirgan terini ichiga. Keyin dengizga tashlabdi-da, o'zicha xursand, dengizga o'rtasiga ketaveribdi. Qaranglar, mana zo'r narsa yasadim men deb. Terini tikdimda, undan balon yasadim mana, qayiq yasadim ichiga puflab. Haligi ketavergan dengiz ichiga qarab, bir joyga yarimiga borgandan keyin dengizda haligi iplari chiriganda birma-bir so'tilib ketgan, tikkan joyidan. Pis deb havosi chiqib ketib, tikkan haligi balonini haligi odam cho'ka boshlagan. Shunda qirg'oqdagilarga qarab qichqirar ekanda, "Ey odamlar, yordam beringlar, cho'kayapman" deb. Qirg'oqda bitta odam qarab turib aytgan ekanda, "Yadaka awkata va fuka nafakh" degan. Nima senga yordam berishimiz kerak? O'zingni qo'ling tikdi va og'zing pufladi. Ya'ni o'zing yasading, nimaga qichqirasan? Nimaga chinqirasan? O'zing yasading endi, o'zing iplaying degan. Shunday deb yordam bermay ketib o'rgan ekanda. O'shandan keyin bu narsa zabil masala bo'lib qolgan. Bir odam ya'ni o'zini qo'li bilan o'zini boshiga yetsa, ana shu maqolda aytilinadi. O'zing qo'ling tikdi, og'zing pufladi, hech kim senga zulm qilib seni dengizga o'rtasiga otib yormadi. Sen o'zing maqtanchoqlik qilib ketding, yasagan narsangni minib olib dengiz o'rtasiga. Hozir aytayaptiki, mana ishqqa mubtalo bo'lgan odamlar ham xuddi shunday. Aldam qoldim, voy men bechorani aldab ketishdi, Alloh kifoya qilsin, hasbiyalloh nimal vakil deb yotadi. Kim seni o'shanga mubtalo qildi? O'zingdan boshqa. Yadaka awkata va fuka nafakh deyiladi bunda ham.
Ya'ni o'zingni qo'ling boyladi shuni va o'zingni og'zing pufladi. Hech kim seni majburlab shu narsaga olib kirgani yo'q, o'zing kirding. O'zimizda buni boshqacharoq qilib aytgan, hali ikkaningni urasan degandek gap bu.